Afsonalar vodiysida sotilayotgan 2 xonali domimiz chiqib qoldi. Umumiy kvadrati 62 kvadratdan iborat 3-qavatda joylashgan domimiz. Bu dom polni liftlashgan, gazlashgan, Afsonalar vodiysi bog'ini bemalol kaftda maza qilib tomosha qilib o'tirsalar bo'ladi. Kelinglar ko'raveramiz. Ikkita tomoni, ya'ni ikkita balkonlari bor. Xullas olib maza qilib yashab o'raveradigan joy. Remontlari ham ketyapti. Ketdik, batafsil ko'ramiz. Bu domimiz, ya'ni o'sha lift bilan jihozlangan. Hozir mana ketdik bir boshidan liftdan kirib ko'rsatamiz. Ana, operator aka. 3-qavatga ketdik. Zo'r. Liftimizda lip etib chiqa olasizlarda, ana undan keyin ketdik, mana kvartiramizga kiramiz. Ammo mana bu koridori rosa keng ekan, menga yoqdi. Bu yerda o'zida 7 ta xonadan joylashgan ekan. Umuman zerikmaysizlar. Keng va yorug'gina xonalarimiz mavjud, ya'ni koridorimiz. Endi kvartiramizni o'zini ko'ramiz. Kelaveringlar bir boshidan. Sanuzelimizda mana o'zi remont ishlari ketayotgan. Hozircha mana to'xtatib qo'yilgan, lekin ancha ishlar qilib qo'yilgan. Endi mana bu joyda oshxona uchun mo'ljallangan ekan. Gaz kelgan, asosiysi gazni yaxshi ko'radiganlar tez bir o'ylab ko'rib, menimcha bosib o'radigan joy. Endi buni vidni ko'ringlarda kelinglar. Voy. Mashalloh, ona qaranglar. Fontan, bu yoqda o'sha akvapark, charpalak hammasini bemalol kechasi bilan tomosha qilib o'tirsalar bo'ladi. Mana yerga stulchalar qo'yib olib, yonboshlab mana bunaqasidan o'tirib berasizlar. Xo'p, o'ta zo'r. Xudo xolasi menga mana nimasi yoqdi. Video. Endi bu yerda umumiy kvadratni aytadigan bo'lsak 62 kvadratdan iborat. Mana bu yana bitta xonamiz. Bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. Xonalar mana polni aboy qilingan. Xudo xolasi to'plarni tortib qo'yishgan. Panoramli mana bunaqa romlardan qo'yilgan. Bemalol shu fortishka sifatida foydalansalaring bo'laveradi. Bu menimcha двойной mexanizmda ishlasa ham kerak. Xo'sh, endi bu yerda nima ishlar qolyapti? Asosan o'sha elektrичествоni oxiriga yetib qo'yish kerak. Ya'ni pollar, eshiklarni qo'yib olasizlar. Endi o'zlaringga moslab nimalardir qilib olsalaring bo'laveradi. Bunisi yana bitta xona. Xohlasalaring buni bemalol o'sha mehmonxonaga aytaverar ekan. Bu yer 2 xonali dom, o'sha umumiy kvadrati 62 kvadratdan iborat. Balkonlar ham qo'shiladi o'sha kvadrat ichida. Mana bu yerdan ham bemalol o'sha Afsonalar vodiysi bog'ini tomosha qilib o'tirsalaring bo'laveradi. Charpalaklar, yo'da qo'ni-qo'shnilar, manzara, atmosfera o'ta zo'r. O'ta zo'r. Xo'p, endi bu yerda narxini aytadigan bo'lsak, 25 ming kelishtirib beradigan joylari bor deyapti. Hop, 4 oyi to'langan. Oyiga 4 million shunaqa plus minus atrofida chiqib turibdi ekan. Kommentariyada egalarning raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib kelishib olsalaring bo'laveradi. Atmosferalar o'ta zo'r, menimcha 3-qavatligi ham. Lifti ham bor ekan. O'zi asli eng tepasi o'sha masalan 9-10-qavatlar bo'lgan taqdirda ham lifti ham bor ekan. O'sha qulayligi menimcha bu joy to'g'risida ortiqcha tarif shart emas. Pastida o'sha polni savdo sotish shoxobchalari, dam olaman desangiz mana bu yoqda Afsonalar vodiysi hamma tomonlama o'ta zo'r. Bo'ldi, mana shunaqa gaplar. Agar kanalda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Yaxshi joylar chiqarib boryapti. Sog' bo'linglar.